O'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur, yorug'lik yetmaydi. U yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloh qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. Ha, birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki odamlar, birodarlar, orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi, suv orqaga qarab oqmaydi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur.